Biz ham Mahir bilan qayerda tanishganmiz? Biz ham Mahir bilan otishmada tanishganmiz. Mani hayotimni agar serial qilib chiqadigan bo'lsa, вообще drama, tragediya, shunaqa azobli sevgi qissasi. Короче, men universitetda 2-kursda o'qib yurgan paytlarim bo'lgan. Qizlar bilan kafega tushib o'tirganmiz. Shu o'qishimga yaqin sohilli bo'yida kafe bor edi. Keyin urush bo'lib ketgan. Bolalar urush bo'lib mushtlashib, shunaqa urush bo'lib ketganda biz e'tibor bermaganmiz. Keyin anavi bo'lib ketgan. Otishma, pistolet chiqargan bittasi otgan nimadirlar bo'lgan. Keyin biz hammamiz turib chiqib ketayotgan paytimizda urush katta bo'lib ketgan. 10 kam bolalar bo'lib urushib ketishgan. U o'sha Mahirni boshlig'ini o'g'lilari bo'lgan. Shu bizdagi yoshda bo'ydoq bolalar bo'lgan. Keyin biz chiqib ketayotgan paytimizda Mahir kirib kelgan eshikdan. Voy! Короче, kirib kelganda keyin biz chiqib ketayotgan bo'lganmiz. Shu yerda u payt e'tibor berilmagan hech kimga. Keyin ulardan 2-3 ta bola yaralangan, bittasi mani o'rtog'im qo'liga tegan. O'g'il bola o'rtog'im mana bunaqa joyga teganda, ozgina tegan, u yaralangan. Keyin biz chiqib baqir-chaqir shokka tushib qolganmiz. Keyin больницаga borganmiz. Keyin Mahir olib borgan, bu bolalarni ham olib borganda, o'zi qaragan hammaga. Ertaga yaralangan bolalarga ham urushga aralashgan, mani o'rtog'imga ham qarab, "Momoyimi, anaqa politsiyaga shikoyat qilmanglar, nimadirlar" deb gapirganda, kasalxonada shunaqa ko'rishganmiz, ko'z-ko'zga tushgan. Men hozir o'sha paytga qaytib yana yashayapman-da. Короче, keyin tushgan shunaqa o'sha paytda birinchi qarash bo'ladi-ku, birinchi ko'z-ko'zga tushganda bizada o'zi hamma narsa yurak jizillab, hamma narsa hal bo'lgan. Men bilganman, bu точно men bu bilan sevgili bo'laman deganman-da o'zimga. No, qarash boshqacha bo'ladi-yu. Bizlar bor-ku, bittada qaraganda shunaqa ichim sho'g'illagan. Короче, bizda davomli qolgan 2-3 soatlar больницada qolganmiz. Polis kelgan, kerakli odamlarning hammasini ifodalarini olib ketadiganlarni o'zlari bilan olib ketgan. Bizlarni просто qo'yib yuborgan. Anaqamiz olib ifodamiz olgandan keyin. Xullas, bizning bitta o'rtog'imiz sumkasi unda yugur-yugurda qolib ketgan bo'lgan, kafeda yo'q, topa olmaganmiz, yonimizda yo'q. Keyin короче biz o'sha kafega bormoqchi bo'lganmiz. Keyin Mahir aytgan, "Xohlasalar masalan tashlab qo'yaman" degan. Keyin "Yo'q, biz o'zimiz taksida ketib olamiz, rahmat" deganmiz. Keyin "Yo'q, anaqa mani yo'lim o'zi shu taraf, xohlasalaring o'tir" degan. Keyin mayli deganmiz, o'tirganmiz. Tashlagan, hamma tushgan mashinadan, oxirida men tushayotgan bo'lganman. U paytgacha o'zi biz oynadan ko'z-ko'zga qaralib kelganda, keyin nima deyish, shunaqa chiroyli qaraydi, iflos. Короче, keyin nima bo'lgan? Tushib ketayotganda, "Oting nima sani?" degan. "Senga hech narsa qilmadimmi? Sanda muammo yo'qmi?" degan. "Oting Rayyan" deganman-da. Keyin "Meniki Mahir" degan. Keyin "Yaxshi" desam, keyin "Nomeringni bera olaysanmi?" degan. "Sabab" deganman. "O'zi tanishamiz" degan ekan. Men aytganman-da, o'zi ichimda jon deb o'lib turibman. Nima men o'zimcha. Keyin "Men sening gibi zo'r bilan aslo tanishmam" deganman-da. Ya'ni anaqa bezori. Men sendagi bezori bilan umuman tanishmayman deganman-da. Keyin aytgan, 10 yarqili bo'lman degan. Oldindan hukm chiqaraman deganda, "Hali meni taniysanmi?" degan. Keyin "Tanishishni ham xohlamayman. Ko'rdim qanaqa ishlar qilishlaringni" deganman-da. O'zi o'lib turibman ko'z qarab. Keyin aytgan, tushib ketsam hozir bilyapman, u ham ketaveradi. Chunki bilib turibman, qayta so'raydigan bo'laman. Men tushib ketsam, shu bilan tugaydi. Yo'llarimiz ayriladi. Ichimda voy nima desamkin deyapman-da. Keyin bunaqa deganman. O'zimcha ko'p kino ko'rganman-ku men o'zimcha. U payt bo'ydoq yosh paytimiz yurganmiz-da. Va o'zimcha mana bunaqa nima emish eshitinglar. Agar hayot bizni yana ikkinchi marta uchrashtirsa, taqdir qarshilashtirsa, shunda berardim. Blin, hozir eslasam shunaqa kulaman-da. U paytda endi o'zimni nihanda uni как Emir Ko'zcho'g'lini shunaqa ko'rib olganman, bilmayman. Mani hayotim, mani dunyoyim shunaqa-da, qizlarniki shunaqa bo'ladi-ku. Keyin aytganman shunaqa, ikkinchi martasida beraman deganman-da. Xo'p, mayli degan, hech narsa demagan, mayli degan, ketgan shu bilan. Keyin biz nima qilganmiz? O'rtoqlarimga shunaqa bo'ldi deb aytganman. Ertasiga xuddi o'sha soatda, xuddi o'sha kafega kelib yana o'tirganmiz qizlar bilan. Balki kelib qolar deb o'zimcha kutganman-da. Darvoyatga o'xshab. Keyin kelmaganda shu bilan ertaga короче ketganmiz, hamma tarqalgan uyiga. Ertasi kuni o'qishga borganman. O'qishdan chiqsam, blin, kulminatsion nuqta.
eshitdinglar? Shuni o'qishdan chiqamiz deb, qora mashinalarda aka turibdi-yu, qop-qora mashinalarda oldida 4 ta odami bor. Ular ham qop-qora kiyingan. Ana serial deb tushunyapsizlarmi? Keyin shunaqa turibdi-da, yana bitta bir dona atirgul bor-ku, ko'chada bolalar sotadi. Sohilni bo'yida kichkina bola sotib yuradi-da atirgullarni. Mani o'qishim sohilni bo'yida. Короче, bitta gulni ushlab olgan qo'liga. Ana joyda oyog'im qanaqa qaltirayotganini man sizlarga hozir tushuntirib bersam, oyoq qo'lim qaltirayapti, o'rtoqlarim qarayapti. Reyan zotida, Reyan kelyapti zotida. Man qanaqa hayajonda turganimni tasavvur qilolmaysiz. Chunki man sevib bo'lgandim-da uni. 2 kun o'ylab yuraverganman. Keyin man уже kelmaydi bo'ldi. Ko'p-katta mafiyaligini bilganman. Ko'p-katta mafiya nima qiladi endi kelib kino emas-ku. Bizning seriallarda bo'ladi unaqa narsalar. Mafiya bor, oddiy qizni sevib qolib orqasidan yurish deb o'zimni ham sovutganman, o'rtoqlarim ham sovut bo'lgan o'zimni. Biz umidimizni uzgandik. Yuruvdik keyin kelyapti, shundoq yurib kelyapti. Biling, shunaqa keldi-da, salom dedi. Salom desam keyin qarab turibdi-da, hayot bizlarni ikkinchi marta uchrashtirdi, deyapti-da. Biling, u mani o'qishimni qayerdan topgan, u universitetda o'qishimni ham bilmayman. Keyin shu bilan man ham xursand, u ham xursand, tanishdik. Endi u paytda biz shunaqa tanishganmiz. Man 7 osmonda uchib yurganman. O'rtoqlarim oldida qanaqadir, endi u yoshda bo'ladi-yu hammada. Mafiya sevgilim bor, mashinalarda, qop-qora mashinalarda odamlar bilan kelib meni olib ketadi. Shunaqa narsa-da. Shunaqa narsalarga berilib, xayollar anaqasida yuraverganman. Keyin u meni sevdi, men uni sevdim. Biz bir-birimizni shunaqa qattiq sevdik. Agar bandasi, ikkita bandasi bir-birini sevish darajasi bo'ladi-ku, o'shaning eng yuqori darajasi qaysi biz o'sha darajaga chiqqandik-da. Ishonch, sevgi, hamma narsa bizada bor edi. Oilalarimiz tanishgan. Fotihaga nima edi, unashtiruvga bir hafta qolgan edi. Unashtiruvimiz bo'lishi kerak. Keyin to'ylarimiz. U o'zini ishlarini, men o'zim o'qishlarimni shunga qarab plan qilgandik. Hammasi shunaqa chiroyli ketayotgandi. Men tasavvur qila olmaysizlar, shunaqa baxtli edim. Meni shunaqa chiroyli sevgan, shunaqa kuchli sevgan. Men hayotimda hech qaysi keyin u shunaqa qamalgan kirib ketayotganda, ya'ni men unga kutaman deganman, u ham kutasanmi degan, kutaman deganman. Endi u paytda ichimda qanaqa og'riq, qanaqa azob borligini men hozir aytsam, shundoq sizni suyanib qolasiz-ku, bitta odamga ishonib suyanib qolasiz, o'sha odam birdan yo'q bo'lib qoldi. Ba'zida o'zimga aytaman, muhimi o'lmagan-ku, muhimi yashayapti-ku deyman. O'sha inson yo'q bo'lib qoldi. Men yiqilib qolganman. O'ylayman, hozir ham uyimdagilar aytadi, baribir u inson 7 yilda psixologiyasi qanaqa buzilgan bo'lishi ham mumkin. Qamoqdan chiqqanda sen sevgan eski Mahir bo'lmasligi ham mumkin. Turmushga chiq, yoshing o'tyapti, farzand ko'rishing kerak. Shunaqa gap-so'zlar bizlarning ham oila baribir Istanbulda yashagan bilan o'zbekcha fikrli degan oilalar aytadi, turmushga chiq, u bu. Ba'zida men ham o'ylayman, shundoq turmushga chiqib ketaversam, ertaga baribir 5 yil ham o'tib ketadi. 2 yil o'tdi, 5 yil o'tib ketadi. Chiqqandan keyin u payt endi 5 yil ichida men farzandli bo'lsam, boshqa narsa bo'lsa, baribir mafiya odam erimga yoki farzandlarimga qanaqadir zarar bersa-chi, chunki biz bir-birimizni qattiq sevganmiz. Men uni kutaman deb va'da berganman. Shu narsalarni o'ylab bilmayman. Kelajagim qanaqa bo'ladi, meni oila qurishim, kim bilan oila quraman, shu narsalarni o'ylab o'zim bilan o'zim bo'lib yuraveraman men. Даже bu yoqda nima deydi, O'zbekistonda qancha qolishim ham aniq emas. Xohlasam Istanbulga ertaga qaytib ketsam bo'ladi, uydagilarning yoniga. Lekin men Mahir uchun borsam yana o'sha depressiyaga tushib qolaman. Yana Mahirni o'ylab siqilib qolaman. Men Toshkentda yaxshi yashayapman, yaxshi kulib, ovqatlanib, yaxshi yuribman-da. Istanbulga borib keldim-ku, yaqinda ham bilgan bo'lsalaring, ko'chib ketdim o'zi. Polni qaytib ketib, hamma narsamni yig'ishtirib, blogerligim ham Istanbulda qilmoqchi edim. Lekin yo'q, qilolmadim. Bir oy yashay oldim xolos Istanbulda. Yana qaytdim shu yerga. Oy, shunaqa gaplar. Sizlarga gapirib berdim. Yana o'sha davrga qaytdim, sevdim, yig'ladim, siqildim, kuydim. Yana oxiri yo'q, Mahir yonimda yo'q.
taqdir peshonamga nima yozilgan bo'lsa, Alloh yozgan taqdirga qarshi chiqib bo'lmaydi. Kutamiz endi. Lekin sevgim kamaygan deya olmayman men. Mohirni unutdim ham deya olmayman. Faqat endi hayot ekan, turmushga chiqishim kerak ekan, farzandli bo'lishim kerak ekan deb uyimdagilarning gapini eshitib xato qilib qo'yishsamchi deyapman-da. Bu yoqda keyin Mahir chiqqandan keyin o'zi 7 yil u yoqda o'tirib chiqqan, keyin yana mani yo'qotib, men boshqaga turmushga chiqib ketganimni bilib, yana o'sha prosta buni aytishim sizlarga qanchalik to'g'ri, noto'g'ri bilmadim. Men o'sha yigit bilan tanishganimdan keyin problemamni, pulli problemamni, rasxodlarim, hamma narsa ta'sir men ota-onamdan bir tiyin, na adamdan, na oyimdan bir tiyin pul olmasdim. Oilamdan umuman pul olmasdim. Hammasini shunaqa qilib berardim. Shunaqa mas'uliyatli erkak, shunaqa mas'uliyatli inson edi. Даже men Mahirdan ham so'ramasdim. O'zini bilib, mana shuni aytaymi, bitta detal sizlarga. Restoranga borib ovqatlanamiz-ku. Qo'lim yuvib yoki makiyaj tualetga ketganimda sumkamga yoki kiyimim cho'ntaklariga pullarni qo'yib qo'yardi-da har kuni. Даже men undan so'ramasdim shu narsalarni, lekin biladi, ehtiyoji bor qiz bola, unaqa bunaqa qilib qo'yardi-da. Bo'ldi, men sani hayotingda men borman, sani ading ham, onang ham, ering ham hammasi men bo'laman, xudo xolasa. Nima muammoing bo'lsa menga kel. Bundan keyin oilangni hech qanaqa muammolaring. Mahir juda katta bitta mafiya bor Turkiyada, o'shani ishongan odamlardan bittasi, ishlarini qiladigan odam. Ya'ni unaqa yomon odam emas o'zi. Lekin mafiya degan nomi bor. Ko'chada shunaqa otishma bo'lgan, bularni dushman tarafimi nimadir bilmayman, kelishmovchilik chiqqan. U payt ajratish uchun ko'chada papeslar bo'ladi-ku, shunaqa papeslar kelgan. Sizlarga tushuntirish aytaman. Shu Mahir o'zini himoya qilish uchun otganda, o'sha otgan narsasi polisga teggan. Narigi tarafga otaman deganda polis otib qo'ygan. U turk polis, turk polisni otib qo'ygan. Mahir Ozarbayjon, turk emas, ozarbayjonlik inson, lekin shu Turkiyaga kelib, u ham yoshligidan xuddi mendagi, lekin Turkiya fuqaroligini olmagan. Necha marta ishganlar bo'lganda, buni boshliq olib chiqib ketgan, anaqa ishganlar sudga o'tirib berardi, olib chiqib ketardi. Lekin boshqa davlat fuqarosi bo'lib turib, Turk davlatini politsiyasini otib qo'ygandan keyin, u odam o'lganligi uchun bunga shunaqa 7 yil srok berishgan. 1 yil Istanbulda yashab yurgan paytim qancha harakat qildim ko'rish uchun. Mahir menga xatlar yozardi, mana bunaqa kichkina qog'ozchalarga, korobочный choylar bo'ladi, bilsalaring, 25 ta, 50 talik korobочный choylarni, karton qog'oz bor-ku, shunaqaga xat yozardi. Ularda anaqa varaq qog'oz bo'lmasdi-ku, shunaqa choylarni, korobочныйlarni hasiga xat yozardi menga. Vodolaskalarni menga beraverardi, qilsin deb kiyib yurardim. Даже vodolaskasi hozir ham bor menda. Ko'rishga harakat qildim. Qonunlar, hech qanaqa advokatlar yordam bera olmadi. Men O'zbekiston fuqarosi, u Ozarbayjon fuqarosi, turk polisini otib qamalgan. Endi menga yordam beradigan bitta katta odam o'sha Mahirni katta boshlig'i. Lekin men unga yetib bora olmayman, chunki u normalniy katta, eng katta mafiya 3 ta bo'lsa Turkiyada, shulardan bittasi. Men u kishigacha yetib bora olmayman, baribir meni yetish uchun ham harakat qildim, lekin yetib bora olmadim. U kishi bilan uchrasha olmadim, mafiya bilan, kattasi bilan. Shu uchun men ko'risha olmadim. Keyin Toshkentga keldim. Toshkentda yashab yurgan paytim fevralda menga advokatim aytdi, "Men hal qildim, kelsang bo'ladi" dedi. Bordim, borolmay, yana qamoqxonaga kirish uchun borolmay, bu yilgi fevralda tug'ilgan kuniga surpriz qilib, baribir ham yana har xil qonunlar chiqqan, ko'rishtirmadi, даже pul beramiz desak ham, pul tiqib yurib ko'rishtiramiz desam, qattiq qonun nazorat qilishdi, bizani ko'rishtirmadi. Shu bilan yana ichimga ustimdan kimdir muzdek suv quyib yuborgandek bo'lib qaytib keldim. Даже bu yil 3-yil ketadi, yuzini ko'rmadim, quchoqlamadim, hidini hidlamadim.
No, lekin ancha o'zimga kelganman, ko'nikkanman bu yerda. Toshkentda yaxshi yashab yuribman, o'zimni ovutib, unutib. Shunaqa gaplar. Bizani yosh farqimiz sizlarga aytsam qanaqa bo'ladi? Bizada 11 yosh farq bor-da. Mendan 11 yosh katta. Mani derdi, "Güzel qizim" derdi-da. Man kichkinani qizchadek ko'rardi-da. Boshimdan ham naq qilib qo'yardi, peshonamni o'pib qo'yardi. Doim peshonamni o'pib qo'yardi-da. Xayrlashayotganda, ko'rishganimizda ham hamma ishlarimni hal qilib berardi-da. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsam, katta bitta ishlar qilib qo'ysam ham, Mahir keladi, hal qiladi deb shunday xotirjam turardim-da. Menga shunaqa duh berib turardi. Qamoqqa kirgandan keyin men Istanbulda umuman yashay olmadim. Qayerga borsam xotira, qayerga borsam o'sha bilan yurgan joy. Men nafas ololmadim. Chorsilam katta shaharda nafas ololmay bo'g'ilish qanaqa bo'ladi? Umuman uydan chiqmaysiz, uyda yotaverasiz. Hech narsani tadiq mazasi qolmaydi. Na kiyim, na olish, shopping, na restoran, hech narsa sizga huzur yo'q. O'qishni bitirgandan keyin praktika qilish kerak bo'lgan. Men aytganman, men O'zbekistonga qaytaman, Toshkentga boraman deganman. Keyin uydagilar aytgan, hech kimimiz yo'q, Toshkentda yo'q degan. Men aytganman-da, o'zim bir yo'lini topaman. Men boshqa shaharga ketishim kerak, menga ozgina vaqt kerak deganman. Keyin O'zbekistonga keldim. Bu yerda hech kimim yo'q, даже bir dona tanishim yo'q. Tasavvur qilinglar, shunday katta risk qilib kelganman. Joylashdim uyga, yurdim, praktika tugadi. Praktikani tugatib, plan bo'yicha qaytib ketishim kerak bo'lgan. O'zbekistonga kelib, shu O'zbekiston ham menga ancha foyda berganda, yangi shahar, yangi odamlar ko'nikish, tanishish, shular bilan bo'lib ham chalg'iganman. Keyin mashina menda yo'q edi, mashina olmoqchi bo'lganman. Keyin pravam bo'lmaganda, mashinaga pravam bo'lmaganmanda. Keyin mototsikl ola qolay deganmanda. Mototsikl olganman, kiyinib shu mehmonxonaga borardim, praktikaga. Erta o'zbek bir ikkita o'rtoqlar qilganman, qiz bola, o'g'il bola tanishlar. Keyin men formalarda borsam, aytgan, "Vau, zo'r" deganda. Bizda yo'q mototsiklchi qizlar, "Sen haydaysanmi?" deganda, "Men Istanbuldan beri haydayman, yoshligimdan beri haydayman" desam, keyin videolar olaylik degan, o'qilaylik degan. Undan keyin o'zim kamera olib videolar olishni boshladim. Shu bilan keyin bloger bo'lib ketdim-da. Bu yerdagi hayot menga yoqdi. Ozgina Mahirdan uzoqroqda, xotiralardan uzoqroqda, bu yerda umuman boshqa yep-yangi hayot boshladim. O'rtoqlar orttirdim, bitta, ikkita, uchta, to'rtta bo'lib. Keyin shu blogerlik, mashhurliklar yoqdi menga ozgina, chalg'itdi. Ancha unutdim, o'zimga keldim. Bilasizlar, kontentlarimni ko'rasizlar. Ancha men eski holatimga qaytib qolganman, lekin 1 yil menga vaqt kerak bo'ldi bu depressiyadan chiqib ketishga. Xullas shunaqa